Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi teri kasalligimiz ham juda ham qiziqarli va chalg'ituvchi kasallik hisoblanadi. To'g'ri, bu kasallik haqida oldin gapirganman, psoriaz haqida. Aynan psoriaz kasalligini oyoq kaft qismi, ya'ni psoriaz podошвенный forma deydi. Shu haqida gaplashganman. Lekin aynan shu kasallikka yaqin yana bir teri kasalligi bor, u ham oyoq kaft sohasida uchraydi. Lekin biz yoki ko'pchilik internet yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki uy sharoitida bir xil davo qilamiz. Shuning uchun ham effekt bo'lmasligi mumkin yoki shuning uchun ham shu teri kasalligi tuzalmasligi mumkin. Hozir men shu kasallik haqida solishtiraman, taqqoslayman, bir-biridan farqi va o'z navbatida davolash ham ikki xil bo'ladi. Shuning uchun birinchi navbatda kasallikni, teridagi toshmalarni obyektiv yaqindan ko'rib, unga tashxis qo'yib, ana undan keyin davolasak, o'shanda natija bo'ladi. Shu ikki kasallikni rasmini ekranda qo'yaman va bir-biridan farqlarni birma-bir sanab o'taman. Keyin aynan shu holat sizda bormi yo'qmi o'zingiz xulosa qilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ketdik. Xo'p, psoriaz podошвенный formasi bor. Keratodermiya degan kasallik bor. Ikkala kasallik ham oyoq tagiga, oyoq kaft sohasida uchraydi. Bular bir-biri bilan qanday farq qiladi? Psoriaz podошвенный formasi oyoq kaftini butunlay egallab olmaydi. Chegaralangan bo'ladi. Qaysidir sohaga paydo bo'lishi mumkin. Keratodermiya butun oyoq kaft bo'ylab egallab oladi. Ikkinchi farqi, agar psoriaz bo'lsa, oyoq kaftda toshmalar yuzasi oq qipqsimon po'stloqchalar bilan qoplangan bo'ladi. Keratodermiyada teri dag'allashib, qalinlashib ketadi va giperkeratoz deydi. Psoriaz kasalligi ko'p uchraydi. Juda ko'pchilik bemorlarda uchraydi. Keratodermiya kasalligi kam uchrashi bilan farq qiladi. Psoriazni oyoq kaft sohasida uchraydigan yana bitta belgisi bor. Bu irsiy bo'lmaydi. Keratodermiya irsiy, ya'ni avlodida aniq bo'lgan hisoblanadi yoki oila a'zolaridan ikkinchi insonga ham bo'lishi bilan psoriazning podошвенный formasidan farq qiladi. Keyingisi, psoriaz agar oyoq kaft sohasida uchrasa, u tirnoqlarni zararlaydi. Tirnoqlar qalinlashib ketadi, tirnoqlar dag'allashib ketadi, tirnoqlar umalanib ketadi, maydalanib ketadi. Keratodermiya degan kasallikda esa tirnoqqa zarar yetmaydi. Keyingi masala, eng aniq ko'p farqli oladigan anaqamiz psoriazning mana shu tovon, oyoq kaft sohasida uchraydigan xilida tananing boshqa joylarida ham uchraydi. Bilasiz, tirsak, tizza sohalarida, boshning sochli qismlarida uchraydi. Keratodermiya kasalligida faqat oyoqning tagida uchraydi. Endi bularning davosi ham o'ziga yarasha bo'ladi. Bularning davosiga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Keratodermiya kasalligi irsiy kasallik. Buning davosi yo'q. Endi nima qilamiz? Unda qanday qilamiz? Qanday yo'l tutamiz? Simptomatik davo qilish kerak. Ya'ni keratodermiya kasalligida teri qalinlashib, qo'pollashib, giperkeratoz, yoriqlar paydo bo'ladi. Uni faqat yumshatuvchi kremlar bilan, emolyant kremlar bilan, tarkibida salitsil kislotasi bor mazlardan foydalanib va juda yuqori dozalarda vitamin A preparatlari va D3 preparatlari bilan davolaymiz. Psoriazning oyoq kaft sohasida uchraydigan xilida esa o'zgacha bo'ladi. Bu irsiy emas. Bu hayotda orttirishi mumkin.
Qandaydir sabablar juda ko'pda buni. Buning davosi boshqacha bo'ladi. Bu demak, antigistamin preparatlar qitish bo'ladi. Qitish yaxshigina bo'ladi. Keratodinamiyada qitish deyarli bo'lmaydi. Demak, antigistamin preparatlar beriladi. Jigar faoliyatini yaxshilovchi preparatlar, vitamin A preparatlarni keratodinamiya kasalligidan farqli o'laroq kichik dozalarda berishimiz kerak bo'ladi. Giposensibilizatsiyalovchi preparatlar berishimiz mumkin. Psoriazning oyoq kaft sohasida uchrayotgan xilida kasallik og'ir kechsa, sitostatik preparatlar, metatrexatga o'xshagan preparatlar berishimiz mumkin. Lekin keratodinamiyada bu preparatlar mumkin emas bo'ladi. Mahalliy qo'llashda gormonal preparatlardan qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Keratodinamiyada gormon preparatlari mumkin emas. Hurmatli obunachilar, shu ikki kasallik haqida ozgina bo'lsa ham farqlay oldiz degan umiddaman. Albatta, bu kasallikni farqlay olish birinchi navbatda bemor shifokor huzuriga keladi. Terisini obyektiv yaqindan ko'rib, bemordan so'raladigan ma'lumotlar, savollar yig'ishimiz kerak. Chunki anamnez yig'ish, ma'lumot yig'ish kasallikka 50% tashxis qo'yish bilan barobar bo'ladi. Va kerakli klinik laborator tashxis o'tkazsak, o'ylaymanki bu kasallikka yechim topgan bo'lamiz. Ya'ni bu ikki kasallik haqida yechim topgan bo'lamiz. Va uncha-munchaga demak bu holatlar sizni bezovta qilmasligi mumkin. Kasallikka to'g'ri tashxis qo'yib, uni davolashni yo'lga qo'ysak, shunda muammodan qutulgan bo'lamiz. Hurmatli obunachilar, bugungi mavzuimiz shu haqda edi. Keyingi mavzularda ham yana ham qiziqarliroq va yechimi topilmaydigan kasalliklar juda ko'p gapirib beraman. Hozircha xayr, salomat bo'ling.